Tinchgina kitob o'qib o'tirgan paytim YouTube'da 100 ta obunachi yig'ib qo'yganim esimga tushdi va buni nishonlash uchun nimadir qilishim kerakligini tushundim va o'rnimdan turib ketdim. O'ylab shuni tushundimki, 100 ta obunachini nishonlash uchun 100 ta nimadir qilish kerak. Agar 100 ta tarjimani qilsam menga to'g'ri kelmasligini tushundim, chunki o'zim 100 tadan har kuni qilyapman. Va shulardan qaysi birini ko'tarishga qaror qildim va qo'lim hozir mana shunday ko'rinishda. Endi 100 ta ko'targandan keyin qanday bo'lib ketishini videoda oxirida ko'ramiz. Videoda oxirigacha ko'ring. 100 ta bo'lganimiz boshlanishi bo'lgani uchun shu yengilroq baklashkani tanladim va qolganlarini 500 ta, 1000 ta bo'lganimizda ularni ham ko'tarib ko'rsatib beraman. Inshaalloh 100 ta obuna bo'lgan odamlarning hammasiga katta rahmat. Mani bundan keyin ham qo'llab turinglar. Inshaalloh birga o'samiz, birga rivojlanamiz. Mana 100 ta ko'tarib tugatdim va qo'lim qanday o'zgarganini mana o'zingiz ko'ring. Bilaman bu joygacha ko'pchilik ko'rmaydi videoda, lekin ko'rayotganlar bo'lsa, ko'rib turib obuna bo'lmayotganlar bo'lsa, hozirroq obuna bo'lib qo'ying. Shuncha mehnat hurmat qilgan holda bu men uchun intizom, yana ham kuchaytirishga yordam beradi va motivatsiya ham bo'ladi.